yangi tayyor bo'lsa shundoq kelib proyekt damasdan minib ketamiz degan aka-ukalar uchun yangi pachka damas olib qo'yganmiz. Shundoq salondan full komplektda injektor yig'ganmiz do'stlar. Elektronli tablolari bilan yurgani 21 kilometr. Onyx barlar o'rnatganmiz. Yangicha dizayn Nikel brendidan. Bitta o't oltiraman, buni motor ishlashiga bitta baho berib o'tasizlar. Ajoyib bo'lib ishlaydi. Injektorlarni ko'ryapsizlarmi? Yem-sho'x. Xudo xolasa rasxodilar ham 7-6 ta bo'ladi trassada do'stlar. Oyna ko'taradigan yangi dizaynni o'rnatib qo'yganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Qaranglar, buni ishlashini ajoyib yangi ruchkalarda do'stlar. Bu tomoni. Ikkitasini ham bu tomondan boshqaraverasizlar. Passajir o'z tarafini o'zi boshqaraveradi. Plus qo'shimchasiga 907 dominant original pult o'rnatganmiz. Bitta o't oltiraman, ko'rasizlar buni ishlashini. Ketdi. Sovuq kunlarda uyda o'tirib bemalol mana shuna yurg'izib qo'ysanglar, tushkuninglarcha mashina issiq bo'lib turadi. Ko'rdinglarmi ishlashini buni do'stlar? Mana, qarab turinglar. Mashinamiz yurdi. Zavayt bo'ldi. 10 minut ishlab, o'zi avtomatik tarzda o'chadi do'stlar. Mashinani ochamiz. Kimga shunaqa damas kerak bo'lsa, tayyor, qiynalmayman, salondan olib injektor qilib o'tirmayman degan aka-ukalar uchun tayyor bor. Kelaverasizlar, proyekt damasga do'stlar.